Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, hürmetli görürmeler. İslam ve Biz programımızdan 139. sani görüşmelerini karşı alımız. Ben Abdullah Yalğın. Kadirli görürmelerimiz, Allah'a məlum boğandek, yıllardan bu yan her haftada her bir Müslüman Kur'an ve sünnet nurida düşünüşü gerek boğan xilma-xil temalarını ayrım mavzuqan şekilde huzuruna sunup kelyapmiz. Her programımızda bu sözlengen mezmunlarni haqiqiy to'g'ri ravishda tushunib, shuningga ko'ra amal qilib, hayotimizda shu amallarni ro'yobga chiqargan asosda Rabbimizning roziligiga erishgan, o'zining hayotini shu butun shu hayotda yashashimizdagi barliq umidimiz, orzuyimiz qilgan shu amallarimiz bilan Rabbimizning roziligiga erishib, dunyoda ham baxtli yashash, oxiratda bo'lsa Rabbimizning oldiga yo'ruq yüzümüz bilan berib, mangulik qalbini qo'lga keltirish umidi bilan yashayotgan har bir musulmon qilishga tegish bo'lgan shaklda bu amallarni hayotimizda haqiqiy ro'yobga chiqargan shaklda bo'lish uchun bu darslarni ayrim shundoq uzun shaklda nima uchun shundoq uzun yillardan buyon davom qilamiz degan vaqtimizda mushu so'zlangan barliq temalarda qalaymagan u yerdan anglab olgan so'zlar bilan emas, balki mushu islom, Qur'on, sunnatning nurida tushunib, haqiqiy ilm ustiga qurilgan din bilan, hayot bilan yashash uchun shunday uzun davom qilyapmiz programmamizni. Bu temalar inshaalloh Rabbim ömür bergan muddatgacha yana davomlashadi. Inson hayot bo'ldi ekan, tema tugamaydi nurg'un masalalar va har xil sohalarda to'xtaldik. Uning ichida milliy meseleler, örf adetlerimiz, tilimiz, dinimizdeki nurgun meseleler. Bugünkü bolsa tünügün temamızda, bugün ilanımızda belgendek, vatanning hürlüki aqlni azat qilishdan boshlanadi degan temani suhbatlashganligimizni e'lon qildik. Demak, shu nurg'un temalarimizda bugun 139-bölüm kelgan bo'lsak, qanchilgan temalarda nihoyat jiddiy siyosatga aloqador temalarni baronlashdik. Yani faqatlam dinga maxsuslam masala emas. Demak, shunday xilma-xil temalarni suhbatlashib kelyapmiz. Rabbim bu masalalarni to'g'ri hayotimizda tatbiqlab amal qiladigan, shu baxtlik, o'zining roziligiga erishgan mu'minlardan qilsin deb tilaymiz. Bo'lib bugungi bu temaning shunday vaqtda o'rinlashtirilishidagi sababni balkim his qilgan bo'lishinglar mumkin. Shuncha vala zulm, shuncha vala jinoyatlar haddi hisobsiz turayotgan bir mezgilda bu bugun ya'ni eng ehtiyojli bo'lgan temalarning birisi deb qarayman. Qarab boqaylikki, shuncha vala jinoyatni biz bir boshdan mayli siyosatchilar bo'lsin, tashkilotlar bo'lsin, mayli diniy olimlarimiz bo'lsin, so'zlab xalqimizga tushuntirib yillardan buyon qilyaptilar. Bunun bilan birga Xitoy dushmanlarimiz qanchalik bu ta'tir tashviqotlarni buni o'rish uchun, yo'q qilish uchun harakat qilayotgan bir mezgilda bu millatning ichidan chiqqan bir turkum maxluqlar ijtimoiy fikr vositalaridagi qarab boqaylik. Shu vatanning ichidagi qon yoshliq yig'layotgan shu xalqininki sirti qilayotgan da'voning hammasini yo'q qilish uchun ijtimoiy fikr vositalaridagi mushafatlardan buyon ko'rgansizlar kulishib, ejishib bu vatanning sirtidagi da'voni ulug'i paltish epish uchun harakat qilayotgan maxluqlarni ko'ryapmiz. Shu bir qancha yillik oradan uzilib qolgan, shu aloqa butunlay uzilib qolgan, hech qanday ko'rishanmagan shunday millionlarcha xalqimiz yashayotgan bir mezgilda Xitoyningki tashviqotiga hassa qo'shib turib, bu millatni setayotgan maxluqlar bor. Bizga o'xshash o'zini Uyg'ur deydigan maxluqlar. Shunga bu albatta shu aql, fikir bu narsa ozod bo'lmaganligi uchun shundoq bir turkum ba'zida ekranda tegilolmaydigan, inson deyishdan xijiladigan so'zlarni ishlatish kerak aslida o maxluqlarga. Endi shunday ishlarni qilyotdim. Shunga biz bu vatanning hurligi nim bilan qo'lga keldi degan temani bugun vaqtimiz yetgancha yo'ltish qitirishimiz. Programmamizning doimliq aziz mehmoni hammalar tanishib bo'lgan hurmatli ustoz Sharq Turkiston Ulamolar birligi shundoqla dunyo musulmon olimlar birligi a'zosi Abdurahmon Jamol Kashg'ariyni taklif qildi. Qimmatli vaqtini chiqarib kelganligi uchun ko'pdan ko'p rahmat. Rahmat. Alloh razı olsun.
Qadrli ko'ruvchilarimiz, programmamiz YouTube va Facebook kanallarimiz orqali naq maydondan tarqatilib o'tadi. Ekran oldida chiqib turayotgan nomerimiz shundaqla ijtimoiy fikr vositalaridagi aloqa vositalarimiz orqali programmamizga aloqador har qanday fikr taklif bo'lsa, berishinglarni, savollaringlar bo'lsa, so'rashinglarni umid qilamiz. Shundaqla ko'plagan qarindoshlarimizning foydalanish uchun ham bahrlab qo'yishni ham unutmaysizlar. Undaqda bevosita programmamizga kirib ketsak, yuqorida deganimdek albatta programmamizning bugungi mavzusi ham birinchi savolimninki javobi chiqib turadigan bir mavzu. Shu vatanning hurligi nadan boshlandi degan savol bilan boshlagan bo'lsak. Bismillahirrahmanirrahim. Cenab-ı Allah hamsına peygamberimizge dua salamlar olsun. Biz 3-4 program ilgiri, yoki 2-3 ay ilgiri vatanning mustaqilligi insonni ozod qilishdan boshlandi degan bir temani to'xtalgandik. Buni uninki bir davomi sifatida yoki boshqa bir to'liqlama sifatida tushunishgan bo'ladi. Vatanning hurligi aqlni, aqidani, ideyani tajovuz düşmanligi ideyasidan ozod qilish, düşmanning ma'rif sistemasidan ozod qilish, düşmanning tarixidan va kulturidan ozod qilishdan boshlandi. Ya'ni biz düşmandan singdirib olgan aqida bo'lsin, xurafiy aqidalar, yoki islom dinimiz burmalagan altı olsun, yoki ideya bo'lsin, yoki ma'rif sistemasidan yuqtirib olgan narsa bo'lsin, yoki kultur bo'lib qolsin, buningdan ozod bo'lmay turib ozodlik boshlanmaydi. Hürlük qanday boshlanadi degan vaqtda aqlni diniy va milliy kimlik uygun tefekkür qila oladigan holga keltirishdan boshlandi. O'zimiz chet elda bo'lsaqmi, Xitoy tefekkür qilsak, ya'ni Xitoyning zihniyati bilan o'zimiz mustaqillik kurash yo'lida deb turib Xitoyningki tarixini madiyalab yursak, tajovuzchilik tarixini ya Xitoy unda taraqqiy qilib ketdi, bunda taraqqiy qilib ketdi, bizningki diyorimizdan va boshqa yerdan bulang talaqdan kelgan narsani taraqqiyot deb atsak, masalan. Bu aqldagi bir masalani ko'rsatadi. Bu hurlik ideyani islomiy va milliy qimmat qarashlarimizga uyg'un shakllantirib chiqishdan boshlandi. Ya islomiy qimmat qarashga amal qilmasak ideyamizda yoki milliy qimmat qarash bo'yicha ideya yaratolmasak, yanalan bizda Xitoyning ideyasi so'rab mangadi degan. Bu erkinlik yoki bu hurlik, ozodlik tarixni kimligimizga uyg'un holda o'z qo'limiz bilan yezib chiqishdan boshlandi. Tarixni o'zimizning qo'li bilan shakllantirib yezib chiqishdan boshlandi. Xo'sh. Bu hurlik tajovuzchilarniki kültürden, ularning urf-odatlaridan qutulishdan boshlandi. Şu bununla tava narsalarni oz bo'lib qolsa-mi, buni oddiy sanamaslik lazım. Hurlik islomiy va milliy qarindoshlik ruhini qanot yaydirishdan kelib chiqadi. Ammo afsuski ba'zi bir qarindoshlar bu temani o'ylanmadimi qanda? Xitoy bizdan zamonda besib kirgan, hatto madaniyat inqilobi deb atalgan eng dahshatli zulmatli kunlarda millat bo'lish uchun cho'ng ikki qalpoqni shakllantirgan. Boshqa bir narsa bo'lgan bo'lsa-mi, pan-islomizm, pan-turkizm deb. İslam dünyasını ayrı öteş, yoki musulmonlikdan ayrı öteş, Türk irqidan ya Türk dünyasını ayrı ötishdan iborat cho'ng bir qalpoqni davomlashtirgan. Ammo afsuski kimligimizdagi bu kimligimizdan ayrilmaydigan omilni to'xtamay, g'ajaydigan, to'xtamay buni hujum qiladigan, ya'ni bir qism insonlarning tepilib qolishi bugungi kunlikda, ya'ni buning hurlik yo'lda emas, garchi mustaqil deb da'vo qilsa, mustaqillik yo'lda da'vo qilsa, mustaqillik yo'lda emas ekanligini ko'rsatib turdi. Xo'sh. Bu hurlik islomiy va milliy qarindoshlik ruhini qanot yaydirishdan boshlandi. Millatninki kimligiga qimmat qarashga uyg'un keladigan siyosiy harakat programmasini shakllantirish va uning ustida hamkorlikdan boshlandi. Buning yo'li. Bu hurlik ilm ma'rifatning har qaysi sohalarda taraqqiy qilish va ong saviyani yuqori ko'tarishdan boshlandi. Hurlik islomning prinsiplari asosida fikr erkinligini taraqqiy qildirish, siyosiy erkinlikni tashabbus qilishdan boshlandi. Bu hurlik boshqa millatlarningki aqidamizga, qimmat qarashimizga zid kelmaydigan foydali taraflardan hammasidan foydalanish va ularning yordamini qo'lga keltirishdan boshlandi. Buning har turli usullari, har turli yo'llari hammasi bu ideya, aql, fikr masalasiga taqishadi yoki shu yerga markazlashadi. Xo'sh. Xulosaga vaqtimizda aqid ruhi jonlansa,
millatda aqida ruhi jonlansa, aql, tafakkur taraqqiy qilgan bo'lsa, onsaviya yuksalgan bo'lsa, ideya sog'lom bo'lsa, u vaqtida xato fikrlarni o'zgartgan bo'ldi. U vaqtda xato pozitsiyalarni almashtirgani yoki o'zgartgan bo'ldi. Ammo nurg'un xato fikrlar mavjud jamiyatda, xato pozitsiyalar mavjud. Nima uchun o'zgarmayapti bo'lsa, aqidaning o'ylagligidan, aqlning tafakkur qilmaganligidan, ideyaning sog'lom bo'lmaganligidan, ong saviyaning tuvanligidan, ya'ni shu xato pozitsiyada, xato fikrlarda aylanib yuryapmiz. Xo'sh. Bu yuqorqi holat shakllangan vaqtida o'zining huquq majburiyatlarini to'liq tushungan yoshlarni tarbiyalagan bo'ldi. Yuqorqi bu aqida ruhi, ideyaning sog'lomligidan iborat bu sifat shakllangan vaqtida hurlik deyli, yoki mustaqillik deyli, erkinlik deyli, kishilik huquq deyli, shariatimizda muqaddas deb qaralgan bu narsalarni ulug'laydigan, uni qadrlaydigan yoshlarni yetishtirgani bo'ldi. Endi bu jonliq aqidaga, sog'lom fikriga, yuqori ong saviyaga ega bo'lgan yoshlar yetishgan vaqtida qanday holat shakllansa, bu yoshlar o'zining huquqlaridan zoya bo'lib ketishini qabul qilmaydi. Sharti nima esa, jonliq aqidaga ega, sog'lom ideyaga ega, yuksak ong saviyaga ega yoshlar tarbiyalanib chiqqan vaqtida bular huquqlarningki, tajovuzlarningki zulm ostida zoya bo'lib ketishni qabul qilmaydi. Vatanninki, tajovuzlarningki zulmi ostida dafsanda qilinishi yoki mustamlaka ostida turishni qabul qilmaydi. Millatining xo'rlanishini qabul qilmaydi. Bir kichik bolaning turmuq tashlanishini qabul qilmaydi. Bir ayolning yoki bir qizning iftini dafsanda qilishni qabul qilmaydi. Inqilob ruhi shakllandi bu yoshlarda. Xo'sh. Ammo bugun nima bu holat shakllanmadi millatimizda desa, bu yuqori sifatlarga tepilmaganligidan ko'rsatib turadi. Bu xil sifatga ega yoshlar cho'ng bir g'oya, cho'ng bir nishon uchun otlangan bo'lganligi uchun parcha-parcha jidal majral kirib o'tmaydi. Mening to'g'ri, sizdan xato degan o'sha mutlaq to'g'ri, mutlaq xatolik unda nazariyaga kirib olmaydi. Siyosiy tasavvurdagi ijtihodiy masala yoki har turli ko'z qarashlarni qabul qilgan masalalarda bir-biriga dushmanlik qilmaydi. Yuz obro' uchun yoki mansab uchun yoki o'zlik ko'z uchun bir-birining yuzini yoki e'tiborni tushirishga urinmaydi, balki yuksak o'zininki nishon uchun qadam bosadi. Mana bu xil ruh, bu xil ong, bu xil tushun shakllangan vaqtida aninkendan bu hurlik shu yerdan boshlanadi. Xo'sh. Alloh razı olsun. Haqiqatan har bir millatning ichidagi har qanday bir da'voning o'ngishli bir shaklda ro'yobga chiqishi, kuchli shu xalqning ichida harakat qo'zg'ay olish uchun shu millatning ichidagi yoshlarningki roli intayin muhim hamda. Qur'oni Karimda malaqam shu haqiqiy aqidasida mustahkam turgan yoshlarni maqtab natchilagan oyatlar bor hamda. Hamda shu angliq va qahramon yoshlarni millatimizning ichidan ama yana bir tarafdan qaragan vaqtida shu yoshlarning umidsizinib ketishi shu mavjud siyosiy ahvollarga yillardan beri muhojiratlik xalqimizningki ichida bo'layotgan shu siyosiy har xil harakatlarning ichida boshqa millatlarga selishtirgan vaqtida ajoyib oldiga chiqqan yoshlarimizning intayin oz sonda bo'lishi mavjud siyosiy shu yillardan beri bo'layotgan shu cho'nglarningki yeterli darajada ko'ngil bo'lmaganligi yoshlarga o'zining da'vosiga o'zidan keyin ega chiqadigan yoshlarni yetishtirish uchun tegishli kichigidan boshlab o'smirlik vaqtidan boshlab bularni da'voning ichida yaxshi o'rinlarga olib kelish uchun bir nishonli bir harakat qilmaganligining natijasini bugun Turkiyadagi Uyg'ur ko'p bo'lgan rayonlarda intayin jiddiy ko'ryapmiz hamda boshqa davlatlarda shu hamda bu ahvolda yoshlarimiz ham umidsizlik hamda siyosiy mavjud siyosiy ahvollarda shu hamda bu sizlarcha shu angliq qahramon yoshlarni yetishtirib chiqish uchun nima ish qilish kerak, qanday yetishib chiqadi bu yoshlar shunday bir ahvolning ichida? Balkim ba'zi qarindoshlar nima uchun bu yerda yoshlar temasiga kirib ketdi? Bu yuqori sifatni umumyuzlik olsak bo'lmaydi deyish mumkin. Albatta umumyuzlik olsak bu. Biz bu yerda ba'zi maqsadlik holatda yoshlardir. Chunki harakatning ruhi, harakatning javhari, asos tuxumlari yoshlar shakllanadi. Shu. Bu jon beradigan, qon beradigan, to'xtamay harakat qiladigan yerda bu asos kuchni shakllantiradiganlar, asos harakat qiladiganlar yoshlar. Bu cho'nglar bo'lgan bo'lsa, tajriba ishlab chiqardi, fikr ishlab chiqardi, yetaklaydi, to'g'ri yo'lga boshlaydi, xatolik bo'lgan bo'lsa tuzdi. U albatta buningdan mustasno emas. Lekin bu yoshlar xitob qilishimizda bu hurlik, ozodlik yo'li faqatlam
tashviqot bilan faqat diplomatlar bo'lgan narsa emas. Shu bu yerda markaziy nuqtada sifatida bu yoshlarni tilga oldik. Yuqorqi so'zimizning davomida aqlni dushmanniki zararli ideyalardan tozalamay turib, Xo'sh. qaysi bir taraf bo'lib qolsin, Xitoy zihniyatidan, tajovuz zihniyatidan tozalamay turib, yoshlarning ong saviyasini yuksaltirmay turib, ening kendi yaramliq va jasur yoshlar yetishtirmay turib, hurlikka erishgan olmaydi. Bu bir necha sifat lazım. Birisi dushmanniki ideyasidan qutulish, mayli yosh bo'lsin, qari bo'lib qolsin. Gerçi yaş qari bo'lgan bo'lsa-mu, ya'ni umri bir yak bo'lgan bo'lsa-mu, ruhi yosh bo'lib qolsa, 10 yoshdan qatar. Ba'zi 60 yoshlik odamlar bor, ammo 20 yoshlik yoshlarga o'xshash ruhga ega. Bu o'zining yoshdasi bo'laverdi. Meni chiqarib deb qolmaslik uchun. Endi onsaviya yuksalish lazım. Xo'sh. Bu intayin muhim. Onsaviya bo'lmasa, boshqalar bizni o'zi xohlagan yerda cho'giltib qo'ldirib yurdi. Biz hali 5-10 yildan so'ng mangan bo'lsak, izimizni midirlanmay, yana shu maydon cho'gilib yurgan bo'lsak, demak boshqalar bizni cho'giltibdi deb bilsak bo'ladi. Ansavimizdan tövəllikin. Enin kendim bir yerde bir cesurluk lazım. Cesurluk olan birlikte kabiliyet, iqtidarlıq yaşlar buluş lazım. Bunu birazcık izahlayımız. Bu üç nesli şekillenmeye durup başka süpetlerden birlikte bu hürlükten söz açkan bulmaydı. Yani bu düşmanlık zihniyeti, düşmanlık kültürü, düşmanlık ideyasının kutuluşta bu rolünü kim öteydi? Düşmanlık bu zahirlik ideyaların tazlaş hareketini kim öteydi bu cemiyette? Bunu öteydi Allah alimli, mütefekkürlü. Bu hammadamning qo'ldan kelmaydi. Ma ideya to'g'ri, ma xato. Ma aqidamiz uyg'un qildi, ma uyg'un kelmaydi. Ma milliy madaniyatimiz uyg'un, ma uyg'un emas. degan qo'shib bu narsani ayirib, tozalab, tahlil qilib ishlab chiqardiganlar, to'g'ri xatosini ayirib turadiganlar olimlar bilan mutafakkirlar. Shuning uchun bu vazifani olimlar bilan mutafakkirlar topshirgan vaqtida yoki bular o'zini men mush mas'uliyatni qilaman deb qaragan vaqtida millatning ulamolar, mutafakkirlari millat bularni qahramon sifatida oldiga chiqarish lozim. Millet ulamolarni, olimlarni bir butun deydi. Mutafakkirlar qahramon sifatida oldiga chiqarish lozim. Buni yo'lish lozim, qo'llash lozim, yordam berish lozim, agish lozim. Mudofaa qilish, qo'g'dish lozim. U vaqtida bu ideya ko'rishida natijali bo'ldi. Bu ideya ko'rishi uchun aql lozim. Yuksak saviyada ilm ma'rifat lozim. Tafakkur qiladigan ong lozim. Bu hammadamning qo'ldan kelmaydi bu ideya ko'rish. Hozir Xitoylarningki yoki dushmanimizdan yo tajovuzchininki Uyg'ur millatini cho'giltib yurgani, vatandigini qo'yib turib chet elnikidan bo'lsa, bir qismini o'zaro jidal bilan, to'qinishlar bilan oldiga ma'murgan bo'lsa, buning ko'rinishi nada chiqyapti ideya ko'rishdan kelib chiqadi. Nimish Ahmad bilan Samad bir-biri bilan to'qinishadi, nimish biri urishadi, nimish biri bilan yomon gapini qildi, nimish o'rtaqlasholmaydi. E'tiqodi bir, millati bir, nishoni bir, g'oyasi bir esa, bu ish qism bo'sh etishmagan. Belki birisi Avrupa'da, belki birisi Asya'da. Lekin bir nokta kelganolmaydi. İşte desem, şu milletninki davasını qildi, vatanni qutqizsam bo'ldi deydi. Men bu islom uchun bir ish qilsam bo'ldi, ammo bir yer kelmaydi. Xo'sh. Demak, bu o'yinni o'ynayotgani Xitoyning qurolli askari emas. Buni tushunish lozim. Bu o'yinni o'ynayotgani istixborot o'ynaydi buni. Tashviqot o'ynaydi buni. Bunga taqobil turadigan kuch ilim adamlarda, bilim adamlarda, tashviqotchilarda bu adamlar şuna bu vazifani bular topshirish lozim. Ama ilim saviyasi to'van, ongsiz, sapasiz adamlar bu maydonga sekilsa, yoki u yerda bir kitobni o'qib, yoki bu yerda bir maqolani o'qib, yoki bir Yevropa uyan berib bilan oldiga chiqqan narsa o'ttirib tashlasa, biz yani ideya to'qinishdan qutulolmaymiz. O'zimizdan ichidagi bu ideya ko'rishi bilan millat taqim munajji aqimga parchalanib ketadi. Bu ishning eng xalqi millatni bir yerga ekkilimiz ekan eng dastlab qilgan ish dushmanningki zihniyatidan bundan qutulish lozim. Bu vazifani mutafakkirlar, olimlar qiladi. Shunga buni qahramon sifatida chiqarish lozim. Ba'zi odamlar va yoki ba'zi bir maydonlar va G'ani Baturga o'xshash odamlarni qahramon qilib oldiga chiqarish lozim. Ya'ni bilakning kuchini chiqaradigan yerda G'ani Batur lozim, uni qahramon deyish lozim. Ammo aqlning kuchini chiqaradigan yerga kelgan chog'da cho'qim ilm odamlarini oldiga chiqarib, mudofaa qilib, qo'g'dab, iqtisodiy jihatdan boshqa jihatdan yo'lab chiqarish lozim. Bu hamma ish qurol bilan bo'lmaydi. Hamma ish faqat siyosat bilan bo'lib ketmaydi. Bugungi zamon qarab baksak, davlatlar o'zining mavjudligini, o'zining e'tiborini ikki narsaga qo'g'daydi. Mening faraz qilishimcha. Harbiy kuch tutib turdi. Bu sirtqi bir tajovuzlik dushman kelgan vaqtida harbiy kuch maydonga chiqdi. Bo'lmasa million askar olsun, 500 ming olib qolsin, u o'zining gazarimizni chaniqib tayyorlik holatida uxlayverdi. Yoki tutib turdi.
Ammo davomli 24 soat harakat qilgan ikki kuchi bor. Harbiy kuchning oldida xizmat qilgan ikki kuch. Birisi istixborot kuchi, 24 soat uxlamaydi. Davomli harakatda, davomli kurashda. Yana birisi tashviqot ko'rishi. Bu tashviqot ko'rishi ideal ko'rishiniki muhim bir omil. Bu ikki kuch bilan bugungi davlatlar o'zining e'tiborini qozondiryapti yoki e'tiborini yo'qotyapti. Ya kuchini isbotlayapti yoki ozlashtiryapti. Biz bu vaqtda keyin ayrim to'xtalamiz. Demak, gapimiz qaytsak, ham yoshlar to'g'risida to'xtalib, yoshlar intayin muhim deb. Bu yerda shuni qistirib o'tish lozimki, dushmanga qarshi turish yoki dushmanga taqobil turish, holatini kechiktirish bu g'albini yoki mustaqillikni yoki o'rlikni keyin kechiktiradi. Ya'ni dushman taqobil turish qancha keyin so'rilgancha intilmoqchi bo'lgan yoki erishmoqchi bo'lgan g'alba shuncha keyniga suriladi. Bu hammalarga aniq. Bu nuqtadan deymizki, ishni aldamash uchun aqlni, yoshlarning aqlini, mayli cho'ng bo'lsin, bo'lsin, aqli yosh bo'lsa, ideyasini hech qanday narsadan qo'rqmaydigan holatga kelish. Bu nima bilan keladi? Kitob o'qish bilan kelamdi, bir ya diplom olish bilan kelamdi. Buni bir ideyani selish lozim. Hech qanday narsadan qo'rqmaydigan, o'zining izzati uchun, o'zining kimlik uchun, vatani uchun, aqida uchun hech qanday bir narsadan qo'rqmaydigan bir ideyani selish lozim. Bu bakanmi? Buni qilish uchun dushmandagi xato ideyasini hammasini chiqarib tashlab, uning o'rniga sog'lom, diniy va milliy kimlik uyg'un bo'lgan bir ideyani selish lozim. Hech narsa qo'rqmaydigan, dushmanga taqobil turishda qonliq kurashga kirishni ko'z oldiga ola oladigan, o'zining haq-huquqlarini yoki tatqizib qo'ygan huquqini yoki dushman kuch orqali tatib olgan vatanni asliga keltirish uchun, qaytarib olish uchun dushmanga jang e'lon qiladi, qurolliq jang e'lon qiladigan yaramli, qobiliyatli yoshlarni yetishtirishdan boshlandi bu mustaqillik. Qandaqdir bu yerda yo'q, biz qanliq narsa kirmaymiz. Faqat diplomatiya bilan, tinch yo'l bilan bir yo'llar qilinsa, buni natijasi 2 yilda chiqamdi, 50 yil chiqamdi, 5 asrda chiqamdi, buni Alloh o'zi biladi. Ammo bu yerda xulosatan shuni deymizki, keyin to'xtalib o'z temada kuch bilan ta'tulangan narsa faqat kuch orqali qaytib keladi. Balkim boshqa deyish mumkin, dushman biz qurolliq urushib elib olmagan deyish mumkin. To'g'ri, balki qurolliq tatib elib olmagan, lekin aqlni ishlatib istixborot bilan elib olgan. Istixborot kuchi bilan elib olgan. Bu kuchdan hammasi faqatlam to'mutasak bilan emas, bu aql kuchi bilan bo'ldi. Aql kuchi bilan bizni bir yerga ekkab qo'ygan. Aql kuchi bilan bugun kunlikka holatga ekkab qo'ygan. Qurol kuchidan kerak. Agar qurol kuchini davomli ishlatgan bo'lsa, millat bu holat qolmaydi. O'lsam o'lay deydi. Yumshoq kuchi bilan bizni mishaga ekkab qo'ydi. Kuchi bilan ta'tulangan narsa faqat kuch orqali qaytib keladi. Shunga bu xil ruhni qabul qilgan, bu xil ruh asosida harakat qilishda qabul qilgan yoshlarni yetishtirish bu hurlikniki, mustaqillikniki, ozodlikning yo'li. Balkim ba'zilar deyish mumkin. Bugun kunlikda qurolliq harakat qilmizsa, tank bilan boramdi, avtomat yo'li boramdi, osmondan uchib boramdi. Har bir ishniki vaqti, siyosat o'zining maqomini, xizmatini ado qiladi bu hurlik ko'rishida. Diplomatiya o'zining vazifasini ado qildi, ilmiy kuch o'zining vazifasini ado qildi, qurolliq kuch zamoni kelgan chaqda naq maydonga tushdi. Buni nimadan ko'rgani bo'ldi? Hamasning harakatidan ko'rgani bo'ldi. Necha vaqtdan Amerikadan tortib, G'arbdan tortib, terrorchi, o'chi deb qaralgan bir harakat 1 yilga yaqin mobaynida qurolliq o'zining mustaqillik uchun mujodala qilib bugun kunlikda u terror degan gap butun tashviqotdan tugidasi qoldi. Tajovuzini og'zidan boshqa. Meydan orqali o'ziniki haqliq bir ko'rishganligini isbotladi. Bu jangninki taqozosi. Ya'ni tajovuz bilan mustamlak qilingan millat orasidagi ko'rishning taqozosi bu. Bu yerda siyosiy ko'rish va, bu yerda ideya ko'rish va, istixborot ko'rish va, tashviqot ko'rish va, iqtisod qo'yamdi balki bizga nisbatan murakkab bo'ladi. Umumiy va amaliyotda siyosiy ko'rish va, bu qurolliq ko'rish va. Bundan kirmay turib erishiman deyish, u bir ehtimoliy bir masala. Xo'sh. Lekin xulosa tajovuzchi nima uchun tajovuz qildi? Zolim nima uchun zulm qildi? Dassayman, beshini ko'targizmayman dedi. Herkesin bu yerda oltin taxsi bilan necha vaqtdan sendan foydalanibdim, olaman deydigan ish o'tib ketdi. Xo'sh. Bu bir haqiqat. Şu bu yerda yoshlarga kimlikni mudofaa qilish,
bir butun kimlik bu yerda, diniy va milliy kimlik. Vatan millatni himoya qilish masalasining aqida masalasi ekanligini tushuntirish intayin muhim. Xo'sh. Vatan millat va milliy bu din bilan aloqasi yo'q xato fikr. Vatanni qo'g'dash, islomiy vatan, islomiy xalq buni mudofaa qilish e'tiqod masalasi. E'tiqodning ruhi bu. E'tiqodning arkoni emas, e'tiqodning taqozosi, furuatlar. Ya'ni e'tiqod qismidagi narsa. Qur'onniki payg'ambarlar bilan zolimlar orasidagi bayon qilgan masalalar, haq bilan botil orasidagi masalalar, Firavun bilan mahkum qilingan bir millatning misollarning hammasi dal mush masala haqida to'xtalgan. Hikoya rivoyat emas u. Uningda ibrat, savoq, dars chiqarish lozim. Bu aqidaning ruhi u qadar buyuk Qur'onda. Ammo afsus biz uningdan jiroq. Shuningdek bu yoshlar prinsipni mustahkam turish, haqiqatni mustahkam turish, buni o'rgatish lozim. Bizning asl prinsip degan bo'lsa, muqaddas darsi ko'targan bo'lsa, prinsip. Agar bu nas bilan isbotlangan, vahiy isbotlangan bo'lsa, mustahkam turgan. Masalan, islomning haq ekanligi, payg'ambarimizdan Alloh tarafdan kelgan dunyoviy payg'ambar ekanligi, bizga nisbatan e'tiqodiy jihatdan prinsip masalasi. Hamda mustaqillik masalasini prinsip deb yoshlarga singdira desak, bu vatan bizningki tarixdan tortib Sharq Turkistonda yashab kelgan deydigan bu prinsipni singdirasiz, buningda mustahkam turadigan bo'ldi. O'zimiz bu milliy prinsipni, milliy masalani prinsiplarni ko'tara olsak, shundan bilan birlikda bu yoshlarga qarindoshlik va birlik rioya qilishning ahamiyatini bayon qilish intayin muhim. Ba'zanlar men to'g'ri ish qilyapman deydi. Nishoni to'g'ri edi, tasavvur to'g'ri edi, lekin usul xatoligidan qarindoshlik huquqiga rioya qilmaydi. Hamkorlikni shakllantirgan omillarni buzib tashladi. Natija niyat to'g'ri bo'lib qolsin, ammo ishlatgan usul xato bo'lganligi uchun taxmin zarar akil. Buni yoshlarga izohlash bu intayin muhim. Hem gibimiz xuloslagan vaqtida biz dushmanga qarshi turishda ansiraydigan mijozimizdan bu ko'p odamlardi bu. Dushman qarshi ansiraydigan mijoz. Deydiki, mening balchaqam bat qilib qolgan. Boshqalarning yo'qdi. Deydiki, meningki manchilik, mol-mulkim bat deydi. Xuddi boshqalarningki yo'qdi. Demak, uning nisbatan 35 million bir millatningki taqdiridan o'zining oilasi hammadan muhimlik. Sharq Turkistondan iborat cho'ng bir doiradagi, cho'ng demak Sharq Turkistonda iborat bir vatanninki qimmatidan uningki bir bag'a, uning bir mehmonxonasi, uning bir uyi hammadan muhim o'xshash. Bu xil ansirashlar mavjudmas mavjud. Demak biz bu ansiraydigan mijozdan ham mas'uliyatdan, qechishdan qutulolmay qolib qolsak, vatan yolg'iz qoladi hozirgidek. Nima uchun vatan yolg'iz? Qanasizlar erkaklar, qanasizlar ayollar. Men sizlarni cho'ng qilgan, men sizlarni tarbiyalagan, men sizlarni ustimda ko'targan erkak qanat demdim. Yolg'izmi, yolg'iz emasmi? Kim bor vatanning atrofida? Nereden chiqarsa, ansiraydigan mijoz millatda olib ketsa, mas'uliyatdan, siyosiy mas'uliyat uni bir bo'lak odamlar ijro qilsa, hamma siyosiy bo'lmaydi. Ilmiy mas'uliyat bir bo'lak odamlar ijro qildi. Harbiy mas'uliyat, yoki jihad mas'uliyat buni bir bo'laklar qiladi. Naq vaqt kerak deydi. Yana bir mas'uliyatlar bor. Tashviqot o'ch buzgan o'sh. Demak, mas'uliyatdan qochib buni u tashkilot qilamki, amtaqun, samtaqun qilam deb qachlanmasa, shakllangan vaqtda vatan yolg'iz qoladi hozirgidek. Amaliyotda xizmat qildigan bu vatan uchun, bu millat uchun, Allohning rizoligi uchun o'zining jonini oyat deyilgandek fido qila oladigan, payg'ambarning ummati bo'lish uchun otilna oladigan yoshlik qanchalik, erkaklik qanchalik, ayollik qanchalik. Yuqoridagini hech qaysini qilmasin, milliy mas'uliyat tuyg'usi bo'lgan bo'lsa, qolgan bo'lsa, bu yuqoridagi masalan, men abay degandek, o'sha ijtimoiy uchur vositalarda o'sha ko'rish va oshiguylarning hammasi ham shu maxluqlarning hammasi o'z davlatlarida shu davlatlarga iltijo qilib bo'lgan vaqtida yig'lab, Xitoy ani qilib ketdi, ma'ni qilib ketdi, pufralik og'illar. Bugun shu butun tuyg'usining hammasini sotgan bo'lg'achqa, bugun ani hammasini o'z vaqtida yig'lab og'inni unutib qolib, Xitoyning gunohlikma bostirayotganligini butunlay bostirmayotman degan tashviqotni ro'yobga chiqarib tasdiqlab berish uchun bugun ayda gullarni ko'tarib vatanga qaytyapti. Shinjonliklar yani. Bu tuyg'u qolmaganlikdan, yani eng aqalli bir Uyg'urlik tuyg'usi qolmaganlikdan-da bu. Bu intayin xatarlik bir masala. Bu yuzak qarshi vatanga vaslim bo'pti, urug' tuqqanlik ko'rishib oldi emasmi, balkim qilib qolgan puldan ishga yo'tkazishim, hech qanday bir bahona bo'lishi mumkin u bu tarafda. Tamommi? Yuzakka qarshi to'g'ri, lekin
2017'den tart bugün kadar 24 desek 7 yıldan chet eldeki vatandan işçiliki bular kuchdan yetishcha xabar yetkazgan u bu vositalar bilan chet eldeki bu millatninki ma xalq tugab ketyapti, qirilib ketyapti, irqiy qirg'inchilik uchrayapti deb maydonga chiqib qilgan kurashlarning hammasini bugun kunlikda 100 odamning, 200 odamning, hatto 1000 odamninki bir qatim cho'gilab kelishi bilan yo'q irqiy qirg'inchilik yo'q degan yerga ekkab qo'ydi. 700 yildan so'ng qilgan ma millatninki ko'rishini suvga chalashtirdi desak bo'ladi. Ma umumiy nuqtadan, cho'ng nuqtadan qaragancha enek cho'ng aytgan vaqtda. Ya mesela 30 neçe 40 neçe devlet arkadaş 40 şıkkımı. Ma millet irqiy qirg'inchilik uchrayotdi deb tasdiqlagan yerda bu yerdan birer ming odamni chet elga sayohat qilgani chiqadi Xitoy bilan sirtki odamlarni tashviqot bilan u ham bu ham cho'g'ildi. Natijada haq kirib chiqyapman, erkin usul o'ynayapman deb ma necha vaqtdan xalqarodan qilinayotgan basmni hammasini bu ideya ko'rish o'yini bilan chiroyli o'ynamoqdi. Bu ideya ko'rishni emas, chunki bu yer qurol ko'tarib o'ynamoqdi. İstihbarat o'yini, tashviqot o'yini. Bunu Ankara'lıqlar, Ankara'mağanlar xuddi bir savobli ish qilayotgandek, xuddi bir to'g'ri ish qilayotgandek anda yuradi. Gapimiz qaysi? Biz dushman qarshi turish ansiraydigan mijozdan va mas'uliyatdan qachish tuyg'usidan qutulamasak, vatan yolg'iz qoldi. U vaqt nima ish bo'ldi? U vaqtda nima ish bo'ldi desa, u chaqda millat askar avatishning o'rniga kipallik avatdi. Deydi millat, sizlar mujodala qilyapsizlar, kurash qilyapsizlar. Balam qatnashsin. Balam bo'lmaganmiz iqtisodim kurash qilsin. O'zi mesela nim qilan bo'lsa. Demak, ya askarni, ya iqtisodini, yoki tuqqindan birini askar avatishning o'rniga mujodilni silla qilinglar, kurashni silla qilinglar, tayoqni silla yanglar, o'lib ketsanglar biz sizlarga kepallik bilan yo'gab qo'yamiz deydigan yakil. Ya'ni bu millat, vatan, e'tiqod, millat deydigan bu ishimiz yo'q bizning keladi. Nahotki biz savob olish uchun katta ulug' savob olish uchun bir kepalligimizda ya o'lgan vaqtida dafna qilish uchun. Demak bu ansirash mijoz, mas'uliyatdan qachish tuyg'usi shakllangan chog'da bo'ladigan ahvol bu. Demak, u ruh shakllansa, millat o'zi qatnashadi. Kepallikni avatib qarab o'tmaydi, balki o'zi qatnashadi, hamkorlashadi, yo'lak bo'ldi, birlik shakllandi. Bu noktada avatiladigan ahvol emas hozir. Vatandagi xalqimiz o'zi o'lib, kepallikimi erishilmay ko'milyapti hozir. Bu sirtdagi bexud yurgan agar buna yursak, shularninki shunda qabrsiz qolgan, nega ko'milganligini men bilmayman, shunda tugab ketamiz degan gapda aytadi. Bizda hozirgi mana gaplarimiz gapning bir qismi hozir holatda emas, men umumiy nuqta bilmayman. Ya'ni millatning ko'pincha hozir holatda emas, uningda ilgari holatda emasmi? Bizde bu narsa bu vatanlarni qilish uchun mujodilani silla qilinglar, kurashni silla qilinglar, tayoq yesanglar silla biz o'ttirga chiqib tayoq yemaydi. Biz nihoyat qo'limizdan keldigini kipanlik ato qila olamiz yoki kipallikni sizlarga sovg'a qila olamiz deydigan shu xil mijoz kelib qoladi. Shunga balkim ba'zanlar deyishi mumkin, eng chong sabab bizning bu kunlar qilishimiz albatta tajovuzchilik. Bu shak yo'q. Bu zohiriy sabab nuqtasi. Oshkora sabab nuqtasidan ko'rinib turgan Xitoyning tajovuzchiligi, dushmanlik kuchimiz bugun kelgan beshimiz kelgan xabarlarning bosh manbasi. Xo'sh. Ammo Qur'onning qonuni bo'yicha mushxo'rlikqa, mushu ahanatga bugungidek qiyin kuni qilishimizning sababi o'zimiz. Albatta. Biz bu qonuniyat haqida keyin to'xtalamiz. Shunga dushmanni ayiblagan, tanqidlagan bekrak bu millat o'zining qayta bir silkib tanqidlashi lozim. Çünkü Kur'an'ın kanununda sizler özang duch kelgan xafalık musibatni dushmanga atib qo'yib qutulmanglar. Qul huwa min inda anfusikum. Chataq o'zangda dedi. Illat o'zang, sabab o'zangda dedi. Biz u vaqtda yana keyin to'xtalamiz. Shunga gapimiz xulosalgan vaqtimizda tarixdan biri aqida, vatan millat yo'lda dushmanga taqobil turib, qahramonlik qilib, kurash qilgan hurlik jangchilarning hammasiga salom bo'lsin. Aqidamiz uchun, vatan millat uchun qanini pido qila olgan shehidlarimizning ruhi omon bo'lsin deb turibmiz. Xo'sh. Alloh razı olsun. Endi mishada bu Xitoyning zihniyatidan pokizlash kerak. Bu zihniyatdan qutulish keraklar. Masalan, keyingi 20 yilni elib aytsak, shu chiqqanlarga masalan Xitoyning tarbiyasida, Xitoyning zihniyatida mayli Xitoydan qo'rqish, ansirash, bu narsalar hammasi shu tajovuzchining zihniyatida yetishganligi yoki shuning ta'siriga uchrab vatanda yashagan, keyin chet elga chiqib da'vo qilganlarning zihniyatida bu bor deydi. Keyingi 20 yilning oldida tug'ilgan bir yosh bugun chet elda nada bo'lsin,
bir erkin dünyada erkin tuproqda o'sib yetilib degan bir yosh holatga keldi. Bular hech qanday Xitoyning besimi yoki Xitoyning ma'arifi bu yerga ta'sirga uchirmadi bular. Bu erkin yetishib chiqqan erkin muhitda hamma xalqini qila oladigan bir vaziyat yetishib chiqqan yoshlar nima uchun shunday ko'p oldingi saviyada da'voyimizda har yerda yoshlarni ko'rinmaydigan nurg'un siyosatchilarning balki farzandlari ularning izni besib maqadigan insonlar bo'lmasligi mumkin. Bugungi reallikimiz qarasak, ular masalan ertaga vazifasidan tushib asta pensiyaga chiqsa, ularning farzandlari hech qachon da'voning ichida maqadigan insonlar sanoqli bo'lishi mumkin. Va yoki bizlar so'zlab o'tganda masalan ham milliy ham diniy tuyg'uni yetishtirishimiz kerak dedi. Nurg'unlarnikida milliy bo'lsa din yo'q. Dinni deganlar milliy tuyg'u yo'q. Nihoyatda dogma bir shaklda. Shunday bir umumiy jamiyatdagi ahvol qarasak, bu vaziyatni ko'ramiz yani. Buning bilan qanday bu angliq qahramon yoshlarni bu vaziyatga qanday yetishtirib chiqqan? Erkin dunyoda yetishib chiqqan cho'ng bo'lgan bolalar. Buningki yo'li bormiz, yo'li bor. Yoshlarni qoyil qilaligidek bir yo'l xaritasi, siyosiy harakat programmasi deydi. Xo'sh. Buni tuzib chiqish. Diniy va milliy kimligimizga qimmat qarshi uyg'un holat. Bu holatda diniy soatga jihad qilsam bo'ladiganimiz chiqadi. Xo'sh. Men muhojirat qilib chiqqan, hijrat qilib chiqqan, savob yo'lda ma'amlaydiganligimni o'zsizga oladi. Ma vatan meniki, qolgan qarindoshlar hammasi meniki, jaddi jamiyatim, urug' tuqqanlarim, mayli qo'lchida yozsin, turpan yozsin, hammasi meniki qarindoshlarim deydigan bu xil ruhiga vatanparvarlarni o'z ichiga olgan bo'ldi. Demak, bu yerda siyosiy kurash programmasi shakllangan vaqtida yoshlarga bu program canlılık holatda e'tiqod nuqtasidan, insonlik nuqtasidan, axloq nuqtasidan, vatanparvarlik, millat nuqtasidan singdirilgan vaqtida sistemli holat 3 ay, 6 oylik program bilan bu ish eninkendan unum bir. Zanjirsimon holatdagi kurs shaklda, mayli u davlat yazsin, bu davlat olsin, e'tiqodimizga uyg'un, ya'ni kimligimiz, diniy va milligimiz uyg'un bir program shaklda tarbiyalangan vaqtida endin bu yoshlar tepiladi. Bu yoshlarni tutqun. Agar undaq bir sog'lom bir program shakllanmasa, ko'pincha turmushdan kelimiz bilan yoki bo'lmasa u bu sabab bahanasi bilan hammasi o'zining paligida cho'glaydi. To'g'ri, amaliyotda tashkilotlar qarasa ko'p bo'lsa ko'pdek. Ammo sog'lom bir harakat xaritasiga programmasi ega tashkilotdan nechini topqin bo'ldi. Bu masala bu yerda. Sonning ko'pligi emas, sifatni asos qilib maqdigan, e'tiqodga bog'langan. E'tiqod bog'langancha uning dadisi bizim bo'lsinmi, yana bizim kadr bo'lib qolsa bu parvo qilmaydi. E'tiqod bog'langancha. Bu vatanning qutqusi e'tiqod masalasi edi. U millatga yordam berish iymon masalasi degan vaqtida u mansab, iqtisod yana bir narsa uning qilmaydi. Ta'sir ko'rsatmaydi. Har qanday bo'lib qolsa u harakat qiladi. Xo'sh. Buni shakllantirsak tarbiya nuqtasidan, enin kaynidan bu sizlar deganga o'xshash bu yoshlar vujud chiqadi. Bundan keyin rolni o'ylayapman. To'g'ri, Alloh razı olsun, bugun qadar xizmat qilgan bu millat uchun, bu vatan uchun, bu e'tiqod xizmat qilgan Alloh razı olsun. Yana davomli umid qilamiz, ammo bu yo'l necha vaqtdan 100 yildan tugmagandek ta vatan hurg'ulab, xalqning qo'liga o'tab kelguncha yana tugmaydi. U bo'lgan vaqtda yana mujohid lazım, yana askar lazım, yana pidakor lazım. Har qanday vatanning mudofaasi uchun g'alaba qo'lga kelgandikim. Demak, haq bilan batil orasidagi, zolim bilan mazlum orasidagi bu kurash qiyomat kunigacha to'xtamaydi. Jihad qiyomat kunigacha tugmaydi deb payg'ambarimiz. Haq bilan batilarsiz. Biz haq tarafmi, haq tarafda. Tajovuzchi zolim taraf. Unda bo'lgancha buning uchun davomli harakat qilish lozim, davomli program tuzib, taraqqiy qilib oldiga minish lozim. Demak, siyosiy harakat programmasi jonliqa shakllanmaganligi uchun yoshlarni to'zib ketishi demasakmi, hali bir susliq, o'g'irlikning tepilishi bu sababdan bu vaqtni ayrim bir to'xtatsak. Rahmat, Alloh razı olsun. Endi yuqoridagilarga qo'shib albatta nayt muhim mazmunlarni tayyorlab o'tlar. Vatanning hurligi uchun vatanning hurligi yana nimalarga muhtoj? Biroz boshqa bir yuqorqamda aqlni ozod qilish, inson yetishtirish, aqida, ideya masalasi to'xtab. Buning bilan birlikda yana muhim bir necha narsa omillar. Xo'sh. Bu vatanning hurligi yuqorqi bir ong, bir ideya shakllangandan keyin e'tiqoddan keyin albatta, yoki o sog'lom vatanparvarlikdan keyin inoqlikqa, hamkorlikqa muhtoj. Xo'sh. Gerçi programma sog'lom bo'lsa-mi, nishon to'g'ri bo'lsa-mi,
İsim güzel olsun, yana bir narsa olsun mu? Bu yerda hamkorlik bo'lmaydi ekan, inoqlik bo'lmaydi ekan, g'albi qo'li kelmaydi. Qur'onning qonuniyati. Xo'sh. Qur'onning qonuniyati bo'yicha hamkorlik cho'ng ishlarni vujud chiqarishidan keyin asosli shart. Innallohu yuhibbul lazina yuqatiluna fi sabil safa. Nishanda olsun, g'oyida bo'lib qolsin, cho'ng faoliyatlarda bo'lib qolsin, bu yerda bir hamkorlik shakllanmay turib, g'albi qo'lga kelmaydi. Shu vatanning hurligi, inoqlik va hamkorlik intayin muhtoj. Bu inoqlik bilan hamkorlik vatanni ozod qilish va dushmanni yo'qotishning oldingi sharti. Shu bu yerda deymizki, siyosiy harakat programmamizda jihad qilgani uchun chiqqan bo'lsam keldi. Men millat sinan millatdan. Bir shart milliy harakatga aylanish sharti. Muhojirat olsangmi keldi o'zi. Chet el bilim og'ini kelgan bo'lsangmi keldi. Ziyoli olsangmi kel, vatanparvar olsangmi kel, millatparvar olsang kel. Mush millat uchun xizmat qilgan bo'lsang, mush vatanning dardini qilgan bo'lsang kel, hammasiga o'rin bor, hammasi sig'dira oladigan harakat programmasi bilan menish lozim deb nechvamiz tashabbus qilyapmiz shu. Ammo bu yerda bir sog'lom bir mo'ma yoki sog'lom bir harakat xarid shakllanmasa, nimada harakat, nimada hamkorlashadi? Xo'sh. Masala bu yer. Nimada ittifoqlashadi? Hammamiz deydik ittifoqlik lozim, inoqlik lozim. Lekin nimada ittifoqlashadi? Amaliyot bugun tashkilotlar u yerda qurildi, bu yerda qurildi. Senda men cho'ng, senda men burun qurilgan, ya senda ilgir menga magapni men et chiqqandim. Mening deganim bo'chmagan deb pacham-para tarmoq vaslavda hapilishib yursa. Qanday birlik shakllandi bu yerda? Xo'sh. Shunga bu vatanni ozod qilish ilgari o'zimizni bo'linishdan ozod qilishimiz lozim. O'zimizning bo'linib, parchalanishdan ozod qilmay turib vatanni ozod qilganman. O sizlar bilan men yana bilsa yetmaydi. Hozir mush maydonda takrar deganimiz yana deymiz, maydonda bor tashkilotlar, cho'nglardan bir necha misol qilib kichiklarning zaten nimiz ojiz. Endi maydonda bor xizmat qilayotganlardek, ya'ni 10 hissa adam bo'lsinmi? Olimlardek yani 10 hissa olim, ulamalardek 10 hissa ulama, kadrlari, tashviqotchilarda yani 10 hissa bo'lib ketsa-mi, yana ozlik qilamiz, yana ozlik qildi. Men millat men tushunmadim. Yo'q, mellam boshlasam, mellam ep ketalaytim bo'shlaydi. Dushmanniki naqadar bir bosqichda o'zimizning holatniki naqadar bir tuban bir ojiz bir holatga ketayotganligini millat tushunmaydi. Shu hozirgi odamlardan yana nechasi gap qolsa, meydan kengri, yo'l kengri, ish bor, xizmat bor. Ammo adam yo'q, safa yo'q, bilim ma'rifat yo'q, iqtisod yo'q, siyosiy qillik yo'q, tashkillik harakat yo'q. Xo'sh. Buni yiliq his qilish lozim. Bu bo'linish millatga olib kelgan eng cho'ng ziyonash. Garchi ba'zi masalalarda bir az indamanda bir masala bo'lgan bo'lsin, %100 sap fikr bo'lmasa, %100%, azroq menda bo'lgan bo'lsin, birlik holatini saqlab turish bu intayin muhim. G'olbi holat kelgandan keyin nishon hosil bo'lgandan keyin necha aqim, necha partiya bilan hammasi o'zining palaka cho'glasa, u ayrim bir masala. Bir xalq bir o'q deydigan yer kelsa, erkin ibodat qila oladigan, e'tiqod qilgan shakllansa, u ayrim bir masala. U hali shakllanmay turiblar, hammasi cho'ng ish qilganda qancha u yanda ismdim bizdan, bu yanda ism bizdan, fikrdim bizni ko'tarib chiqadi. Qarasi 4 kundagi yo'q bu odamlar. Millatni qanday qildi? Chunki tegi yo'q ishninki. O'ziniki ilmiy sapasi yo'q. 6 kundagi yo'qolib ketgan bu odamlar bu tashkilotlarning jiqilish sababi shu. Ham bizdagi har xil sohada bo'linish bor. Xo'sh. E'tiqod bo'linishi bor, fikr bo'linishi bor. Yana bir naslda bor masalan. Bu bo'linish hamkorligimizni buzib tashladi. Bizga bo'linish hamkorligimizni buzib tashladi. Millatga shundan birli vatanga og'ir darajada ziyon olib keldi. Agar biz bu bo'linishdan naqadar bir vahshiy, xatarli bir masala ekanligini his qilmay qolsak, ziyonni taqim bunday keyin taqimni tortaveramiz. İşlerimiz kaynak qarabmadı. Biz qancha bo'langancha, qancha parchalangancha taqimni ish kaynak qarabmadı. Qarab baqsa, dushman vatanimizni besib olgandan keyin jo'g'rofiya jihatimizni bo'lyapti. Necha avtonomiya ichki davlatlarni yaratdi, masalan, Sharq Turkistonda iborat bir davlatni ochdi. Millatni parchalab nechaga ayiribdi. Uzun zamondan beri sampan deyishmay o'zaro diniy qarindoshlik bilan milliy qarindosh yashab kelganini ismni har turli ismlar bilan millat jihatdan bo'lyapti. Tarix jihatdan, kultur jihatdan bo'lyapti. Eng yomon bo'lgan dushmanga taqobil to'g'in olgan siyosiy ruh jihati bo'lyapti. Siyosiy ideya jihati
ya'ni mustaqillik, hurlik jihati buni da bo'lib tashladi. Siyosiy tashkilotlarni bo'lib tashladi. O'lim moli bilan ziyonli ishga qo'shish bir holat shakllanadi, bir-biriga dushman, amaliyotda dushman emas. Hammasi olim degan ism bilan tugaydi. Yurt asosida bo'lib, millat, davlat ufqini o'ttirib, qabila oldiga kelib qo'ydi. Bu yerga qarasa 5 gram to'pi, Yangsa to'pi, Yo'pog'i to'pi, Qarqash to'pi, Tavakkul to'pi, yana Bijmi to'p deydigan to'plar. Ya'ni yurt shuni yurt nom bilan. Faqat ashulardan zada eng yaqin samimiy qarindoshlar, eng yaqin do'stlar. Ammo boshqa bu Sharq Turkistonliklar yoki Uyg'urlar deymiz, oddiy tili bilan qarindosh emasdik. Uning ko'ngil bo'z bo'lmaydigandek, ya'ni bu millat ufqimi, davlat ufqimi yo'qolganligini men mishadim bildim. Ya'ni millat o'zining ma'nisidan chiqolmadi. Ma'nisidan chiqsa, naisidan chiqolmadi, naisidan shahdan chiqolmadi. O'zining viloyatida. Reallik. Bu qanday birlik shakllandi? Qanday hamkorlik shakllandi? Bu millatning o'limasi deganlarni cho'klab yursa, u yurtni quraman, bu yurtni quraman deb. O ziyoli degani boshqa maydon cho'klab yursa, bu millatni qanday bir yakka oldiq tartib mang'in bo'ldi. Qanday yo'l boshlab mang'in bo'ldi. Qanchadan qatim suhbatni qildik-ku bu vaqtda. Bu tinchlik bir ahvol. Yurtvozlik. Demak, bu millatni yo'qotishdan, davlat huquqini o'ttirishdan, qabilavozlik holatiga qaytishdan bir holat. Demak, birisi 50 odam yig'ib olsa, biz 100 odam yig'ib olsa, biz 10 odam yig'ib olsa, shuni o'ylab, qoyil o'ylab, men to'g'ri chiqib ketyaptim, shu yo'lni bir ish qilsam bo'ldi degandek. Albatta uning emasdan, u millat uning emasdek. Ko'ramdi. Yo'q, men bizniki faqatlab Qarqash davlat boshqasi kelib qolmaydi degandek, kirmaymiz tafsilotlarga. U misollar hammasi chiqadi. Shu. U qanday emas, shu kelib qolsa dushman bo'ldi. Xuddi u yerda davlatningki istixborot sirlamda ishladagandek. Xuddi u yerda bir yana ozod qilgan katta bir planlar bordek. Buni tafsilotga kirmasakmi, biroz aql va odamda o'ylandi. Demak, gapimiz qaysak bizniki aqida, ideya, kimni qimmat qarash jihatiga bo'linish, parchalanish bizni ojizlashtirmoqda. Nishon g'oyamiz ichida oqib bizni chiqin demoqda. Tarmoq masalalar ko'z qarashdan o'xshashmasligi, garchi yo'lliq bo'lgan bo'lsa, amaliyot yo'lliq. Tarmoq masalada ko'z qarashdan o'xshash bo'lish shart emas. Asosiy masalada bir bo'lsa, tarmoq masalada har odam, har aql o'zining ko'z qarashini o'ttirib qo'ysa, dalil fakt asos yo'lliq bo'lsa-mu, lekin bu qarindosh guruhga ta'sir ko'rsatadi. Masalan, diniy nuqtadan olib olsak, ijtihodiy deydigan masalalar bor, fiqhdagi. Biz bu masalada masalan 3 xil, 4 xil ko'z qarash bor. Bu bir boylik masalasi, fikr boyligi, aql boyligi, tafakkur boyligi. Chunki dalil asos. Balki bizdan afzal bo'lishi mumkin. Biz 90%, biz 85%, biz 70% degan o'xshash. Lekin ko'pincha qarasa, dalil asos bo'lg'achqa, to'g'rimi, to'g'ri. Xo'sh. Mening to'g'ri aytganimga o'xshash masala. Ammo buni siyosiy maydon asosida mumkinlik, siyosiy tasavvurda. Prinsipal masala va bu talash ta'sir qabul qilmaslik lozim. Vatanning mustaqillik. Bu millatni nima deb ataymiz? Uyg'ur. Bu vatan nima deb ataymiz? Bu talash ta'sir qabul qilmaydigan masala hozir. Vatan ozod bo'lgancha tin ismini nima deb qo'ysa, millat ovoz qo'yish bilan u ayrim bir masala. Hozir holatda millatni birlashtirish uchun to'nilgan bir narsa cho'qim tutib turish lozim. Biz o'qitgan, bu o'qitganda boshqasini do'ppini akib qaydirmasak, hozir millatni bir yer tutqin olmaydi. Bu masalan tarmoq masala haqida ketyapti. Ham siyosiy masaladami? Siyosiy tasavvurda tarmoqlar bor. Masalan, metod masalasiga o'xshash, vosita masalasiga o'xshash. Bu masala dinimiz qanday qaraysa, islomning prinsipi taqashmasa, islomning qimmat qarash taqashmay qolib qolsa, u usulni, u vositani qo'llansa bo'laveradi. Saat cho'qim bu vositani qo'llanish shart emas. Ya cho'qim uninkini qo'llanish shart emas. Balki anada foydali bo'lishi mumkin. Bizga bek foydali, bizga normal foydali deganga o'xshash. Demak, bu keng bir masala. Prinsipal masalada mustahkam turish, cho'ng turish, tarmoq masalada keng yo'l tutish to'g'ri keldi. Ammo afsuski, tarmoq masaladami sapa to'van. Xo'sh. Bo'lganlik uchun hammasi o'zidan birdan bir to'g'ri deb, ya'ni bizni chetga qaqadigan qarindoshlikqa bu orqali qarindosh ro'yiga ziyon yetkazgan bu ahvollar shakllanmoqda. Endi yomon yer siyosiy prinsiplarimizda birlik shakllanmaganligi uchun, shu birlik bormi? Yo'q. Siyosiy prinsip nuqtasidan, tarmoq nuqtamida, bu yerdagi hamkorlik, bu yerdagi hamkorlik atun cho'lib ketadi bu. Xo'sh. Ma'zur. Siyosiy prinsipda birlik bo'lmaganligi uchun birlikning taximi cho'lib ketishi
ve milletninki birleşemmesi xavfi bağımız var. Ben noktada toxtadım. Bu yerlik bulunma, bu yerlik bunlar o bir şekil mesele. En mühim asaslık noktada birlik bağımı yok. Manın qarash lazım. Siyasi birlik bulmay qolib qolsa, her zaman taxmi bölünüp ketish xavfi mavjud. Birleşemezlik ahvoli mavjud. Çünkü buni oldini olish uchun, bundan bir xatarni saqlanish uchun asosiy prinsip noktada birlik shakllanish intayin muhim. Biz qachon o'zimizdan bir ekanligini, biz ma millat bir emasmi? Bir degan bo'lsa, bir ekanligimizni, nishon g'oyamizdan o'xshash ekanligini his qilsak, u vaqt dushman bir gavda bo'lib taqobil tura olamiz. Siyosiy kurashning prinsiplarida birlik shakllantirsak, tarmoqlarda har aqim qurollar ish qildigini qurollar, siyosatli ish qilgan siyosat, ilmiy qildigini har birisi bu hurlik masalasida o'zining metodi bo'yicha his qilsa bo'ldi. Muhimi ana ramkada, ana prinsipda bir bo'lish sharti bilan bir-birisi hujum qilmaslik, bir-birisi dushmanlik qilmaslik, yan qilmaslik sharti bilan. Bu prinsipal nuqta deb qarash lazım. Xo'sh. Ana nuqtada birlashimiz tarmoq masalada yoki ijtimoiy masalada har birisi o'zininki palaka bo'yicha yoki o'zininki vasitasi bo'yicha yoki metod bo'yicha mansi bo'ladi degan buni prinsipal nuqta deb qarash lazım. Buni xiyonat qilish bo'lmaydi deb qarash lazım. Hem shundan bu millatni qutuldirishdan, o'rlik erishtirishdan, ozodlik erishtirishdan mumkin ekanligida umidsiz kim bo'lmaydi. Azatlık ruhu xiyonat qilish dushmanlik bo'lsa, o'rlik ruhiga yoki azatlik ruhi xiyonat qilish dushmanlik bo'lsa, ummidsizlantirishmi o'mi dushmanlikdir. Bunga aytdim, tugadim shuni. Alloh razı olsun. Millat mushunaga muhtoj yoki o'rlik mushunaga muhtoj. Xo'sh. Ko'p rahmat. Vaqtim qolmagan o'xshamaydi. Qanchadan savollarim batiz bo'lgan vaqtda inshaalloh boshqa bir programda ishlaymiz. Ko'p rahmat. Qadrli ko'rmalarimiz, shuna qilib bugungi sonimizni mushada oxirlashtiraylik. Haqiqatan so'zlab o'tildi nihoyat muhim mazmunlar. To'g'ri shaklda hazm qilsak, o'ylansak, tafakkur qilsak, nurg'un masalalar va aslida ishimizda ham Rabbim bu nuqsonlarimizni o'zgartib, to'g'ri bir shaklda mayli siyosatchidan tutayli. Ta eng oddiy xalqcha o'zgartiradigan yo'limizni jiddiy shaklda o'zimizdan hisob oladigan masalalar intayin ko'p. Rabbim buni muyassar qilsin deb tilaymiz. Alloh subhanahu va taolo umr basi oldimizdagi sonda ko'rishgacha omon bo'linglar. Assalomu alaykum va rahmatullohi taala va barakatuh.